Salafani bekitib qo'yasizlar. Assalomu alaykum barchaga. Qani boshladik bunda. Bir obzorlaylik bugun ha. Qani ketdik. Evriklarimiz ham moslashib ketdi O'zbekiston tuprog'iga. Mana ko'rib turibsizlar. O'zimiz tuproqlarda. Tekab boru. Don degan chumchuq Makkadan tushib keladi deydi-yu. Yo to'g'ri aytdim, xato aytdim, bilmadim, to'g'rilab o'rasizlar. Evriklarda holati shunaqa mana. Bu bargi o'zi shunaqa bo'ladi. O'ylamaydilar nimaga bunaqa ekan deb. O'zi rangi shunaqa bo'ladi. Gullaganlari bor degdi, va chetda bormikan? Qani ha, bor ekan mana. O'rasi ham bor degandi. Qani kamerani qo'yishchi yaqinroq. Hop, mana. O, ichlarida ham bor ekan ha. Buni biz Teplisa qilgan gektar hojigalarimiz bor, ashlarga tavsiya qilamiz. Bitta obzor uchun qo'yib qo'yasizlar. Hop, mevasi handalakka o'xshab pishadi. Hop, ichini ochsangiz, sho'rsda ham qo'yganmiz videosini. Ichini ochsangiz qizil, ichi shirin bo'ladi, ta'mi o'zgacha. 7 xil ta'mi bor. Evrik hujjatlari. U limon o'zi asli. Yevropani janubida o'sadigan limonlar, Andalusiya, hop, deylik ashi Ispaniyaning pastlarida. Bu meduza, bu ham Yevropadan keltirilgan. Bu meduzaga o'xshab ketadi. Karchiga o'xshab ta'm beradi. Bu ham ajoyib limon. Buni ham chiqarganmiz videosini, YouTube Shortsda bor YouTube'da. Ikkita olganmiz, mayda ko'rib turibsizlar. Ikkitalari ham katta bo'lib qoldi. Ko'p. Uni olib kiramiz, ertaga obzorini qilamiz. Endi mana 3 yillik o kattaligini qarang. 3 yillik mer sortli. Mevasi 1,5 yil turaveradi. Saqlasangiz, po'sti qalin bo'ladi. Jahon bozorida eng qimmatbaho limon deyiladi, mer sortli limonlar. Shuni bir obzor qilamiz. Ketdik qani. Bo'ylari 1,5 metr atrofida bor. Hop, bargiga rassom qurt ham tegmagan, hop, qora shiri ham tushmagan. Danak, o'ta chiroyli. Ostida 10 kilo tuprog'i bor, koni bor. Sababi dehqonlar qiynalmasin, amal olish yaxshi bo'lsin deb turib konimni olganmiz. Qayta ekan bu ko'chatlar hammasi. Yog'larni ham obzor qilaylik. Ko'chat holatini ko'ribsizlar. Rangi sariq emas, telefonimiz xiraroq. O'shanga sariq ko'rinishi ham mumkin. Hop, mana holatlari. Hop, beda 160 atrofida bor, nargi panligimiz ham bor. Uni ham obzorini qilamiz. Limonlarni mana ko'rib turibsizlar. Ko'chatlar juda chiroyli. Narxi 40 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab chiqaramiz. Asosan bu limonlarni ko'proq Samarqandlik hojigalarimiz chiqardik. Bugun mana Rossiyaga ham chiqardik, Qozog'istonga chiqardik. Ming atrofida bor edi. 5-600 ta qoldi. Limonlar nima deyapti? Bu katta ko'chatlarda faqat kuz faslida, qish faslida ekiladi. Bahorda amal qilib ketish qiyin bo'ladi, chunki koni katta, holati katta, 1,5 metr. Salafaga tegib turibdi mana. Ko'ryapsizlar. Nima deyapti ko'chatlar? Bizning dastlabkilarimiz pullik. Biz sizlarga toza kislorod tavsiya qilyapmiz. Farm biznes dorilarini emas. 1 so'mlik dorini 1000 so'm sotadigan farm sanoat emasmiz biz. Biz sizlarga toza kislorod, qishda ham toza havoni tavsiya qilyapmiz mana. Yashil makonni tavsiya qilyapmiz. Chunki yashil makon yil-yu yil, to'g'rimi? Yurtboshimiz tomonidan aytilgan mana shunaqa shuncha kislorod, qancha kislorod qarang. Eshikni ochib kirsangiz, salafani ochib kirsangiz, havosi o'zgacha baribir. Bu tomonda ikkili hujjatlarimiz bor. Mana bular ham chiroyli, bo'yi tarvaq yegan, shaxlaganda bular hammasi. Bo'ylarga ham ekib qo'yganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Ular narxi 20 ming 25 sotiladi. Chiqaramiz. Faqat aytib qo'yaylik, dastlabkamiz pulli bizni. Shunaqa hujjatlar tavsiya qilamiz sizlarga. Mana bir oydan o'tib ketdi, obzor qilmaganmiz, shuning uchun bugun bitta obzor qilaylik. Oladigan ekadigan hojigalarimiz ko'rsin buni. Bu videoni Samarqandlik, Toshkentlik hojigalarimiz jo'natib qo'yasizlar. Bir ko'rishsin izlayotganlar bor-da baribir. Qanaqa limon ekaman. Unaqa deydilar bo'ladi-yu. Asli shoxlagan. Sochingiz tolasidan ko'p shoxlari buni. Bo'yi ham chiroyli, o'ta go'zal. Eksangiz 100% amal oladi. Bunaqa chiroyli har xil ro'mollar ulardi, qadimgi ro'mollar. Shunaqa ro'mollarga urib qo'yganmiz. Bu ham chiroy bersin debdi. Hoji aka nima deyapti ko'chatlar? Yoqsa bitta like taslatib qo'yasiz. Ko'proq odam ko'rsin asosan bu limonni videosini. Shunaqa evriklar sotiladi.
Keyingi parnigimizni hozir keyinroq obzorini qilamiz. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar.